bilan birinchi variant tahlilini boshlaymiz. 61-savol. Demak, spirtni qaynash temperaturasi 78 gradus bo'lsa, suvni qaynash temperaturasida qanday agregat holatda bo'ladi? Demak, qaysidir noma'lum spirt. Xo'p, bu 78 gradusda qaynarkan, 78 gradusda qaynaydi degani bu 78 gradusgacha suyuq 78 gradusdan o'tganda gaz holatga o'tib ketadi ma'nosini beradi. Suvni qaynash temperaturasi 100 gradus bo'ladi. Demak, spirt 78 gradusda qaynaydigan spirt suvni qaynash temperaturasida gaz holatda bo'lar ekan. Javob javob bo'ladi. 62-savol. Stronsiy OH B2O7 pirofosfat kislota qoldig'i o'zidan 4 ta vodorod chiqarib olgan, demak 4 valentli. Stronsiy gidroksid o'zidan bitta OH chiqarib olgan, demak bu 1 valentli. 1 bu yerga tushadi, 4 bu yerga tushadi. Qaychi usulida 1 yozilmaydi, 1 yo'q, qavs ham yo'q. Mana bunday holatda qoladi. Shundagi atomlar sonini topishim kerak. Atomlari 3 ta, 3 karra 4 12, 12 ga 2 ni qo'shsam 14, 14 ga 7, 21. Demak, tarkibida 21 ta atom bo'lar ekan. Javob Bobur. 63-savol. Xo'p, qaysi atomning massalari 3,32 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 23 grammga farq qiladi? 3,32 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 23 ni men darajaga bo'lib olishim kerak, massa atom birligiga bo'lishim uchun. 1,66 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 24 mahrajda suratda darajasini to'g'rilayman. Darajani 24 qilsam, 24 holatga keltirsam, bu 33 bo'ladi. Barobar. Demak, massani ichiga farq qilish kerak, 20 grammga bir-biridan farq qilish kerak. Bular neon bilan kalsiy. Neonning massasi 20, kalsiyning massasi 40 bo'ladi. Farqi 20 ga. Javob. Demak, kalsiy bilan neon juftligi. Javob Sobir. 64-savol. Kimyoviy formulasi. Demak, H3PO4. Buning nomi fosfat kislota. Fosfat kislota. Fosfat kislotaga xos xususiyat. Ko'p asosli kislorodsiz. Yo'q, bu 3 asosli yoki 3 negizli deyiladi. Kislorodsiz emas, tarkibida kislorod bor. Demak, bir kuyadi. Bir xato. Ikkini ko'ramiz. 3 xil element atomlardan, 3 xil elementdan tashkil topgan. Demak, 2 kiradi. 3 ko'ramiz. O'rta tuz va nordon tuz hosil, o'rta va kislotali tuz hosil qila oladi. 3 to'g'ri, kislotali tuz ham hosil qila oladi, o'rta tuz ham hosil qila oladi. 3 kiradi. Xo'p, javob chiqdi. Sobir, demak 2 bilan 3. Sajod to'g'ri. 4 nimaga noto'g'ri? Odatdagi sharoitda qattiq to'g'ri, fosfat kislota, normal sharoitda qattiq agregat holatda bo'ladi. Faqat rangi sari bo'lmaydi. Bo'ldi, demak 4 ning xatosi bor ekan. Demak, to'g'ri javob 2 3. 65-savol. 65-savolda 3 ta idish bor. 3 ta idishni bittasida, birinchisida 26,8 gram, bu 26,8 gram idish bilan birgalikda massa. Ikkinchi idish 27,2 gram bo'lgan. Uchinchi idish 28 gram bo'lgan. Birinchi idish azot bilan to'ldirilgan, ikkinchi idish kislorod bilan to'ldirilgan. Uchinchi idish noma'lum X. Shu noma'lum gazni topish kerak. Idish hajmini 22,4 litr deylik degan tushunchani kiritishimiz kerak. Agar idish 22,4 litr bo'lsa, azotning massasi 28 gram bo'ladi. Kislorodning massasi 32 gram bo'ladi va umumiy hajm 22,4 litr bo'ladi. Shunda farq, massalarida farqi 28 gram, 32 gram
farq 4 grammga bo'ladi. Bizda necha grammga? Idish bilan to'ldirilgan massa 27,2, bittasini massasi 26,8. 0,4 grammgami? 0,4 grammga farq. 0,4 grammga farq bo'lsa, idish hajmi qancha? 2,24 litr. Kislorodning massasi qancha? 3,12 gram. Demak, 27,2 gram idish bilan kislorodning massasi bo'lsa, kislorod o'zining massasi 3,12 gram bo'lgan. Demak, azotning massasini topadigan bo'lsam, proporsiya qilsam, 3,12 ni 28 ga ko'paytirib 32 ga bo'lsam, 2,18 gram chiqadi. Buning massasi, demak, azot o'zining massasi 2,18 gram. Endi idishning massasi 24 gram bo'lgan. Masala shartida aytayaptiki, idishlarning massasi bir xil. 3 ta idish ham bir xil bo'lgan, massasi bir xil bo'lgan, hajmi bir xil bo'lgan. Bunda ham demak 24 gram. Idishning hajmini men mana bu yerda hisoblab oldim, 2,24 litr bo'lgan. Massasi 24 gram bo'lgan. Ayirib tashlayman. Idish bilan massasi 28 gram. 28 gramdan 24 gramda ayirib olsam 4 gram. Bu 4 gram noma'lum gaz va u normal sharoitda 2,24 litr hajmda egallasa, 22,4 litr hajmda qancha massa bo'ladi desa, 40 gram. Bu molar massani beradi. 40 gram massali kim bor desa, argon bor. Javob. Argon degan javob bor bo'ldi. Xo'p, 66-savol. 3 valentli metal fosfati. 3 valentli metal fosfati mana bunda yoziladi. 3 valentli metal oksidi mana bunda yoziladi. Hop, qaychi usulda tushirdim, formula yasashni bilamiz. Demak, metallarning massasini x deb olaman. Buni molar massasini topish uchun x ga 95 qo'shishim kerak. Endi buni molar massasini topishim uchun metalning massasi x, ikkita metalning massasi 2x plus 48. Endi bizda aytayaptiki, oksidning molar massasidan 5 gramga kam. Demak, buni massasi 5 gramga kam ekan. Shunga 5 gram qo'shib yuborsam, massa tenglashadi. X plus 95 plus 5 gramga kam degani uchun 5 gram qo'shib yubordim. 2x plus 48 va shu holatda tenglama teng bo'lishi kerak. Ikkitasini qo'shib yuborsam 100, 48 bu tomonga o'tsa 100 dan ayrilib ketib 52, x bu tomonga o'tsa 2x dan ayrilib x o'zining massasi qoladi. Demak, noma'lum elementning massasi, noma'lum metalning massasi 52 bo'lgan. Bu xrom bo'lgan. Javob Bobur. Bir javob to'g'ri. Demak, 67-savolga keldim. 67-savolda kaliy nitrat parchalanibdi. Kaliy nitrat parchalanganda metal aktiv bo'lgani uchun kaliy nitrit chiqadi, plus kislorod chiqadi. Reaksiyani tenglaydigan bo'lsam 2 qo'yaman, 2 qo'yaman. Mis 2 nitrat. Mis 2 nitrat passiv, o'zi metal bilan metal chiqish kerak, NO2 chiqish kerak va kislorod chiqish kerak. Misda istisno bor. Mis 2 oksidi, NO2, kislorod chiqadi. Reaksiyani tenglash uchun 2 qo'yaman, 2 qo'yaman, 4 qo'yaman, reaksiya teng bo'ladi. Endi shu hamma uchala gazning massasi 15,6 gram bo'lgan. Kislorodning moli 0,2 mol. 0,2 mol kislorodning massasi 6,4 gram bo'ladi. Xo'p, 3 ta gazning massasi 15,6, kislorodning o'zining massasi 6,4. Ayirib olsam, NO2 ning massasiga o'tib olaman. 9,12 gram. 184 gram. Demak, bizdan nimani so'rayapti? Mis nitratning massasini so'rayapti. Buni massasi 376 gram. A barobar deyman. 18,18 gram chiqadi. Proporsiyani mana bunday bajariladi. Javob javob bo'ladi. 68 teng massada olingan sulfit angidrid SO2 kislorod qo'shilgan. Hosil bo'ladi SO3. Reaksiyani tenglaydigan bo'lsam 2 qo'yaman, 2 qo'yaman.
teng massada degani uchun qaysidir birini molyar massasiga tenglab olish kerak. Buni molyar massasi hozirgi holatda hop 128 gram. Buni massasi 32 gram. Hosil bo'lgan esoyoshni massasi 160 gram. Bu katalizator qo'shish kerak. Katalizatorsiz bu reaksiya bormaydi. Hop, har ikkalasidan ham 128 gramdan oldim. Teng massada degani uchun men bu sonni o'zim tanlab oldim. 128 gram. Endi ikkita moddani massasi berilsa, men kamidan ketishim kerak. Tepani pastga bo'laman. Bo'lsam 1, tepani pastga bo'laman 4. Qaysi son katta chiqsa, demak o'sha son ortib qolgan, o'sha modda ortib qolgan bo'ladi. X barobar desa, qancha reaksiyaga kirishganini bilaman. 128 ni hisobga 128 ni 32 ga ko'paytirib 128 ga bo'lsam 32 gram. Demak, reaksiyaga 32 grammi reaksiya kirishibdi. Bundan qancha hosil bo'ladi? Yana shu bo'yicha proporsiya qilaman, 160 gram bo'ladi. Agar kislorod boshida 128 gram olinganda 32 gram reaksiya kirishardi, 96 gram ortib qolardi. 96 gram ortib qolganda 160 gram mahsulot hosil bo'lardi. Bizda shu ortib qolgan mahsulot 6 gram ekan. X barobar deyman. 16 ga bo'linyapti. 16 ga bo'linsa 10 gram. Demak, hosil bo'lgan mahsulotning massasi 10 gram bo'lgan. Javob A. Keyingisi 69-savol. Darajada mavzusi. Atom radiusi ortib borish tartibida joylashtiring. Atom radiusi ftordan litiy tomonga, litiydan seziy fransiy tomonga ortadi. Xo'p, atom radiusi ortish uchun variantda S variantda ftor bor, xlor bor va fosfor bor. Pastga tushdi, bu tomonga yurdi. Demak, shu javobda ortgan bo'ladi degan javob hisobi to'g'ri keladi. 70-savol. Xo'p. X plus 2, Y minus 3 bor. Tartib raqamini X, buni tartib raqamini Y deb olaman. Elektronlar sonini topadigan bo'lsam, X minus 2 dan, ya'ni 2 ta elektron chiqarib olgan, plus bo'lsa chiqarib olgan hisoblanadi. Y bunda elektronlar soni 3 ta elektron qo'shilib qolgan. Va shu holatda elektronlari teng, ya'ni X minus 2 barobar Y plus 3 teng bo'lsa, minus 2 bu tomon bo'lsa, plus 2 bo'lib o'tadi. X barobar Y plus 5 ga. X protonlari X da, Y protonlari Y da. X 4 ga, Y 3 ga teng bo'lsin ekan. Hisob kitob qilaman. 4Y barobar 3X ga teng. Bundan bu formulani ichiga qo'shib olish kerak. X barobar Y plus 5 ga. Buni ko'paytirish uchun X ni yoki Y ga keltirib olish kerak. X ga keltiraman, ya'ni 3 ga ko'paytirib olaman. Bu hamma tenglamani 3 ga ko'paytirsam natija o'zgarib ketmaydi. 3x barobar 3y plus 15 ga teng. 3x o'rniga y qo'yib ketsam bo'laveradi endi. Chunki 3x 4y ga teng. 4y barobar 3y plus 15 ga teng. 3y bu tomonga o'tsa, y ni o'zi 15. Demak, y elementim 15-tartib raqamda joylashgan ekan. X elementim y ni 5 ga qo'shsam, joylashgan joyiga kelib chiqadi. Demak, X 20-tartib raqamda ekan, Y 15-tartib raqamda ekan. Bu kalsiy, bu fosfor. Endi bizda X tarkibida necha foiz S elektronlar mavjud? Kalsiy 20-tartib raqam 1s 2s 2p 6 3s 3p 6 4s 2. S elektronlari 4 ta 2 ta 2 ta jami bo'lib 8 ta.
Jami elektronlar soni 20 ta. 20 ta elektron. 71-savol. Yadro zaryadi Y qiymati nechidir ekan? Unga 5 qo'shsam X qiymati chiqadi. Plus 24 bo'lgan elementni atomida elektronlar. Xo'p, yaxshi. Demak, 24 bu xrom bo'lgan. 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 6, 4s2, 3d 4 bo'lishi kerak edi o'zi. Faqat bitta s dan elektron, s elektron d pog'onachaga ko'chib qoladi. Mana bu yerda. Va shu ko'chgan elektronlarni qaysi kvant sonlari o'zgaradi deyapti. Bosh kvant son ko'chishdan oldin 4 edi. Orbital kvant son s ga qiymat 0. Magnit kvant son 0 edi. Spin kvant son ms. Spin kvant son qiymati -1/2. M ko'chib o'tgandan keyin 3 ga teng. Orbital kvant son 2 ga teng. ml magnit kvant son 0 plus 1 plus 2. Demak, qiymat plus 2. ms tepaga qarab tursa plus 1/2 qiymat. Bu yerda o'zgarmagani yo'q, hammasi o'zgargan. Hammasi o'zgaradi. Javob Doniyor. 72-savol. Tartib raqami 94. Strelka alfa zarracha 4 faqat x da qo'shilgan, x da hosil bo'lgan plus y da beta hosil bo'lgan 0 -1 plus to'g'ri hosil bo'lgan, to'g'rini tartib raqami 90 bo'ladi. Xo'p, pastdan ketamiz. Ushbu savolda x ning qiymati 1,5 marta katta y ligidan. Demak, bu yerda 1,5x y ni joyini x deb belgilab olsak bo'laveradi. 94 barobar. Xo'p, 1,5x ni 2 ga ko'paytirib olishim kerak. 3x plus bu yerdagi minus bilan minus bo'lib ketadi. -x plus 90. 90 tomonga o'tsa 4 barobar. 3x dan x ayrilib ketsa 2x. X qiymati demak 2 ga teng bo'ladi. Xo'p, bu yerda x deb belgilaganman 2, bu 1,5x ga teng, 3 ga teng bo'ladi. Massa o'zgarishini inobatga olaman bu savolda. Xo'p, bu yerda massani kamaytirishi mumkin bo'lgan alfa zarracha bor, xolos. Alfa zarrachadan 4 ta ajralib chiqqan. Bu degani massa 12 grammga farq qilgan. Bizda 5,8 gram milligram yemirilganda, savolda milligram degan, 5,5 milligram to'g'ri hosil bo'lgan. Farq 0,3 milligram. Bizda massa 3 ta alfaga, ya'ni 12 gramga farq qilish kerak. 12 gramga farq qilganda to'g'rining massasi necha bo'lardi? 220. Plutoniyning massasi 232 gram bo'ladi. Bizdan nimani so'rayapti? To'g'ri izotopidagi neytronlar sonini so'rayapti. Xo'p, to'g'rining massasini topaman. To'g'rining massasi demak 220 bo'lgan. 73-savol. Qutbli kovalent bog'lanishli moddalarni toping. Demak, qutbli kovalent bog'lanish to'g'ri javobga o'tib ketaman birolar. Sizlar javobda bo'ladi. Ammiak NH3, fosfor 3 xlorid va suv. Boshqa javoblar to'g'ri kelmaydi. 70 bo'lyapti. 74-savol. Demak, 74-savol. Quyidagi moddalardan qaysi biri elektrolit degan savol tushgan. Elektrolit degan savol bu alyuminiy xlorid. 75-savol. Massasi 125. Ruh aldanması. Massası 90
97. 97. Farkı 28. Da cevap. 76 savol. Kimyoviy reaksiya tezligiga qaysi omillar ta'sir ko'rsatadi? Modda tabiati 1 kiradi. Hop, konsentratsiya 2 kiradi. Katalizator 3 reaksiyani tezlashtiradi, to'g'ri. 4 temperatura. Demak, to'g'ri javob barchasi degan javob D javobdir. 77 savol. Reaksiya berilgan A gaz plus N da B gaz qo'shilgan. Hosil bo'lgan qaysidir X mahsuloti bermayapti, lekin reaksiya 110 gradusda olib borilgan. Xo'p, ushbu reaksiyada bosim 2 marta oshirildi. Bosim 2 marta oshirilsa, reaksiya tezligi 2 ni birinchisi ko'paytirilgan, 2 ni n'inchisi marta ortadi. Harorat 110 gradusdan 20 gradusga tushirilgan. Unda formula qanday bo'ladi? Tau 2 barobar tau ko'paytirilgan gammani darajasida T2 minus T1 taqsim 10 formulaga tushib qoladi. Xo'p. Demak, ushbu reaksiyada 2 ni n plus birinchi darajasi 20 gradusga pasaytirilganda reaksiya tezligi 20 taqsim 10 barobar 2 ni ikkinchisi marta reaksiya sekinlashadi. Lekin umumiy holatda reaksiya 8 marta tezlashgan. Bu degani 2 ni ikkinchisi ko'paytirilgan, 2 ni uchinchisi ya'ni 8 ga ko'paytirsam 2 ni n plus birinchisiga to'g'ri kelishi kerak. Bu tomonni hisob-kitob qiladigan bo'lsam, xo'p. Demak, asoslari hammasi bir xil bo'lgani uchun tashlaversam bo'ladi. 2 ga plus 3 ni qo'shaman, qo'shib hisob-kitob qilinadi. Bu tomonda n plus 1 ga teng. Demak, n ni qiymati 4 ga teng. Javob. To'g'ri. Xo'p, X tarkibidagi necha foiz elektroni bor? Xo'p, yaxshi. Demak, endi bizda protonlar soni 78-savol. Azot plus 3 molekula vodorod hosil bo'ladi. NH3 qo'yaman. Muvozanat holati bor ekan. 1 3 2 boshlandi, sarflandi, qoldi. Demak, azot bor ekan, muvozanat holati 4. Vodorod bor ekan 3, ammiak 4. Boshlang'ichda ammiak 0 bo'ladi. Bizdan vodorod bilan azot boshlang'ichini so'rayapti. Ammiak hosil bo'lgan, 4 hosil bo'lgan. 4 hosil bo'lish uchun vodorod 3 sarflangan. Ko'paytirib bo'lsa 6 sarflangan. Azotdan 2 sarflangan. Tepaga chiqadi, tepaga qo'shib chiqamiz boshlang'ichni topish uchun. 6 ga 9. Javob. Javob. 79-savol. Gidroliz jarayonini kuchaytiruvchi omillar. Suv qo'shish yoki suyultirish. Hop, keyingisi haroratni oshirish, temperaturani oshirish yoki da konsentratsiyasini tushirish. Shular hammasi gidroliz jarayonini kuchaytirib beradi. Bizda eritmani suyultirish kiradi, 1 kiradi. 2 temperaturani kuchaytirish, temperaturani ko'tarish 2 kiradi. 3 eritmani saqlab qo'yish yo'q, temperaturani tushirish yo'q. Demak, javob 1 bilan 2 kiradi. Javob 80-savol. 80-savolda nima deyapti? 15% ga kamaygan bo'lsa 25% ga eritma bo'lib qoladi. Tepaga chiqadi 25, pastga tushadi 15. 0% li eritmadan, ya'ni suvdan 60 gram bor.
40% eritmalar x barobar desa 100 gram bo'ladi. Xo'p, savol hosil bo'lgan eritmani massasi desa 160 gram. Javob Doniyor. 81-savol. Titr konsentratsiyasi 1,92 bo'lgan vodorod galogenitni molyar konsentratsiyasi 1,5 ga teng bo'lsa, vodorod galogenitni aniqlang. Bir turdan boshqa turga o'tish formulasiga tushadi. Ya'ni titr konsentratsiyadan molyar konsentratsiyaga o'tish kerak. Titrning sherigi 1000, molyar konsentratsiyaning sherigi mr. Xo'p, endi menga shundan mr kerak. Mr ni topishim uchun barobar molyar konsentratsiya pastga st ko'paytirilgan 1000 tepada qoladi. Titr konsentratsiya faqat grammda bo'lishi kerak. Bayda milligram berilgan. Demak, grammga o'tkazib olaman. 0,192 ko'paytirilgan 1000 taqsim molyar konsentratsiyasi 1,5 barobar 128 bu kim bo'lgan desa vodorod yodid bo'lgan. Vodorod yodid massasi 128 bo'ladi. Demak, bu savol 81-savol. 82-savol. Demak, bizda olium bor. Tarkibi X da sulfat kislota, Y da oltin gurt olti oksidi. Bular tarkibida 3 ko'paytirilgan enanta atom bor. Massasi 51,6. Sistema qilmoqchiman. Buni massasi sulfat kislotaning massasi 98, X plus 80 Y massasi 51,6 grammga teng bo'lsin. Atomlar soni 7 ta, oldida X ko'paysa 7X plus Y tirma 4Y barobar 3 ga teng bo'lsin. Atomlar sonini tengladi. Endi pastda 20 ga ko'paytirib yuborsam 98 X plus 80 Y barobar 51,6. Pastida 140 X plus 80 Y barobar 60 ga teng bo'ladi. Tepaga erib chiqamiz. Ayrish usulidan foydalanamiz. Tepaga ersam 42 X barobar 8,4 ga. X barobar 0,2 ga. Demak, bu yerda 0,2 bo'lgan ekan. Y qiymatini topaman. Y qiymatini topish uchun mana bu yerda formulaga qo'yib bo'ladi. 0,2 ni 7 ga ko'paytirsam 1,4. 1,4 dan 3 ni ayirsam 1,6. 1,6 ni 4 ga bo'lsam 0,4. Demak, Y qiymati 0,4 bo'lgan ekan. Ushbu oliumga sp2 va sp3 orbitallari teng bo'lguncha suv qo'shilgan suv massasini toping. Demak, H2SO4 vodorod, kislorod, oltin gurt, kislorod. Bunda kislorod sp3, bu kislorod sp3 ga biriklangan. sp2 ga biriklangan, sp2 ga biriklangan, oltin gurt sp3 ga biriklangan bo'ladi. sp3lar jami bo'lib 3 ta atom ko'paytiraman 4 ga barobar 12 ta orbital ishtirok etibdi. sp2lar 2 ta 3 ga ko'paytirsam 6 ta. Usuli buni oldiga 1, SO3 ni oldiga 2 qo'yib olish kerak. SO3 oltin gurt, kislorod. Kislorodlar sp2 ga biriklanishda havasi oltin gurtdan sp2. Demak, jami atom 4 ta ko'paytirilgan 3 barobar 12 ta. Buni X mol deb olish kerak. Shunda orbitallar soni 12X ta bo'ladi. Shuni tenglamaga qo'yish kerak, teng bo'lishi kerak. sp2lar 12 plus 12 ta, sp3lar 12 ta barobar sp2lar 6 plus 12X ta. 6 tomonga o'tsa 6, 12X ga bo'linsa X barobar 0,2
Onda 5. Demak, SO3 ni oldida 0,5 bo'lgan ekan. Sulfat kislota 1 mol bo'lsa, SO3 yarim mol nisbatda bo'lib qolishi kerak edi. Xo'p, demak, reaksiyani uzun qilib yozaman. H2SO4 plus SO3 plus H2O hosil bo'ladi. H2SO4 plus SO3. Sulfat kislota o'zi dastlab 0,2 edi. SO3 dastlab 0,4 mol edi. Keyin sulfat kislota 1 molga nisbati bu SO3 ga 0,2 yarim mol nisbat bo'lib qoldi. Demak, bu 0,4 bo'lib qoldi, bu 0,2 bo'lib qoldi. SO3 qanchasi sarflandi desa, 0,2 mol sarflandi. Demak, suvdan 0,2 mol sarflangan. 0,2 mol suvning massasi 3,6 gram. Javob. Javob. 83-savol. Hop, savolda so'rayaptiki, guruh plastik gaz qaysi eritmaga tushirilganda uni massasi ortadi, ya'ni plastinkaning massasi ortadi. Plastinkaning massasi ortishi uchun emer, kichkina emerli massa qo'yib kattasini olish kerak. Temir sulfatga rux qo'shadigan bo'lsa. Endi bu reaksiya bormasligini Beketov qatori hal qiladi. Demak, bu reaksiyada rux sulfat plus temir hosil bo'ladi. 65 plastinka tashlab 56 olyapmiz. Demak, plastinkaning massasi kamayadi. 1 ga demak 1 kirmaydi. Bizga ortish kerak. 2 kumush nitrat A ga NO3 plus rux sulfat qo'shilganda rux nitrat plus kumush plastinkaga yopishadi. Hop. Ikkita qo'yaman, 2 qo'yaman, reaksiya qiyin. Buni 340 grammiga 65 gram ta'sirlashadi va 216 gram olinadi. 65 tashlab 216 gram plastinka olyapman. Demak, plastinkaning massasi ortadi, 2 kiradi. 3 simob 2 xlorid. Simob 2 xloridga plus rux bo'lsa, rux xlorid simob ajralib chiqadi. Demak, plastinkaning massasi, buni massasi 65 gram, simobning massasi 201 gram. 65 tashlab 201 olyapman. Demak, plastinkaning massasi ortadi. Hop, 4-savol. 4-variant. Xlorid kislota. Xlorid kislotaga plus rux qo'shsam hosil bo'ladi. Rux xlorid eritmada qolib ketadi. Vodorod gaz bo'lib chiqib ketadi. Bunda faqat plastinkaning massasi kamayadi. To'g'ri javobga nima? 2 bilan 3 kiradi. Javob to'g'ri. Hop, 84-savol. 84 bizda natriy bor, kaliy bor, kalsiy bor. Jami moddalarning moli 0,7 mol. Plus suv ishtirok etganda hosil bo'ladi natriy gidroksid plus vodorod. Kaliyga suv qo'shilganda kaliy gidroksid plus vodorod. Kalsiyga suv qo'shilganda kalsiy gidroksid plus vodorod hosil bo'ladi. Reaksiyani tenglash uchun 2 suvdolligiga qo'shsam reaksiya teng. Endi savolda aytyaptiki, jami ajralgan vodorodlarning miqdori bor. 10,08 litr. Molini topsam 0,45 mol. Xo'p, bu savolda eng qulay varianti ikkita element, ikkita natriy bilan kaliyda bir xil elementdan iborat deb olish. Ya'ni kaliy bilan kalsiydan iborat 0,7 mol aralashmadan vodorod 0,45 mol ajralib chiqqan deb olish uloqning varianti. Ya'ni buni 2 moldan 1 mol ajralib chiqadi.
Agar men buni 2x dan desam, r barobar x mol vodorod ajralib chiqadi. Kalsiyni 1 molidan 1 mol, y-dan y mol vodorod ajralib chiqadi. 2x plus y barobar 0.7. X plus y barobar 0.45. Ayirib tushaman. Ayirsam bo'ldi. Ayirsam x barobar 0.25 mi? 25 ga. Demak, bu yerda men 2x deganman, 2x qiymati 0.5 ga teng bo'ladi. Demak, natriy va kaliyning miqdori 0.5 molga teng. Xo'p, kaliyning miqdori natriynikidan 1,5 marta katta. Demak, kaliy 1,5 marta katta bo'lish uchun bu 2 mol bo'lsa, bu 3 mol bo'lgan. 0,2 mol bo'lsa, bu 0,3 mol bo'lgan. Demak, shunday bilib 0,2 bo'lsa, kaliy 0,3 mol deb olsak bo'laveradi. Xo'p, hosil bo'lgan natriy gidroksid massasini toping. Buni massasi 2 molidan hosil bo'ladi 80 gram. 0,2 molidan x barobar desa 8 gram natriy gidroksid hosil bo'lgan shu aralashma. Javob bor. 85-savol. Natriy karbonat tutgan eritmaga indikatorlar ta'siri qanday bo'ladi? 85-savolning javobi nazariy savol bo'lgani uchun shunga ketdim. S javobga to'g'ri keladi. Masalan, natriy karbonatdan muhit ishg'oli bo'lgani uchun lakmus ko'karadi. Demak, qolganlarning indikatorlar rangini topib terish kerak. To'g'ri javob sobiga to'g'ri keladi. 86-savol. Kalsiy nitrat, kalsiy NO3 dan 2 dissotsiyalanganda kalsiy kationi plus nitrat anioniga dissotsiyalanadi. Muvozanatga qo'yishning udobli varianti. Hop, dissotsiyalanmagan molekulalar soni. Men buni dastlabkida 1 deb olaman. Boshlang'ichda kalsiy iollari va nitrat iollari bo'lmaydi. Sarflandi x mol sarflangan, ortib qolgani 1 minus x. Bundan kation hosil bo'ladi x, anion hosil bo'ladi 2x. Qo'shib tushaman x ga 2x. Jamini hisoblaydigan bo'lsam, hisob kitob qiladigan bo'lsam, buni tarkibida atomlar soni bundan hosil bo'lgan kationlar soniga teng bo'lib qolgan. Bir minus x ko'paytirilgan atomlar soni hisob kitob qilaman. 9 minus 9x barobar x ga teng. Bu tomonga o'tsa 9x, bu tomonga o'tsa minus plus bo'lib o'tadi. 10x 9 ga teng. X barobar 0.9. Demak, qanchasi dissotsiyalangan desa 0.9 mol. 1 molda hammasi dissotsiyalanganda 100%, 0.9 molda dissotsiyalanadi. Demak, bu dissotsiyalanish darajasi 90% bo'lgan. Javob Bobur. Xo'p, pH qiymati 3 ga teng ekan. Buni vodorod iollarining molekyular konsentratsiyasini so'rayapti. pH qiymati 3 degani qarama-qarshi ishora bilan logaritmdan chiqqandan keyin 3 qoldi degani bu oldin 10 darajasi minus 3 bo'lgan molyarlik. Endi men buni 10lik darajadan tushiradigan bo'lsam 0.001 mol taqsim litrli eritma bo'lgan vodorod iollarining konsentratsiyasi. Demak, to'g'ri javob Doniyor. 88-savol. H4, P2, O7 bunda fosforda valentligi 5 valentli bo'ladi. Oksidlanish darajasi +5 bo'ladi. To'g'ri javob so'l. 89-savol. Vodorod sulfid plus sulfat kislota H2SO4 plus kaliy 2 xrom 2 O7 bilan oksidlangan va bu reaksiyani davom ettirish kerak. Hop, bu yerda oksidlovchilar turibdi. Sulfat kislota muhitni belgilaydi. Kaliy bixromat oksidlovchi, vodorod sulfid qaytaruvchi mahsulot. Oltinni ko'rdi. 0 ga qaytardi, cho'kma hosil bo'ladi. Bu yerda hosil bo'ladi xrom 2SO4 hosil bo'ladi.
plus kaliy sulfat hosil bo'ladi plus suv hosil. Oltin gugurt vodorod sulfitda oltin gugurt -2 dan 0 ga o'tgan. Xrom +6 dan bu yerda +3 ga o'tgan. Oltin gugurt -2 dan oltin gugurt 0 ga o'tibdi. Xrom +6 dan xrom +3 ga indeks bor, indekslarni qo'yib. Bu yerda oldi bu yerda bo'lgan elektronlar 2 ta. Bu yerda elektronlar farqi 6 ta ekan. 6 ta 2 ta. Qisqartirish imkoni bor. 3 ga 1. Joyini almashtiraman. 3 ga 1. Demak, oltin gugurt bor joyga 3 qo'yishim kerak. 3 qo'ydim. 3 qo'ydim. Xrom bor joyga 1 qo'yishim kerak. 1 qo'ydim. Koeffitsient qo'yilgan joydagi tagiga chizib olish eng udobli variant. Shunda adashib ketilmaydi. Sulfat kislotani oldin koeffitsient qo'yaman. Kaliylar bu tomonda 2 ta, bu yerga ham qo'ysam. Sulfatlarim 3 ta, bittadan 4 ta. Mana yerga 4 qo'yaman. Vodorodlarim. Bu tomonda vodorodim bu yerda 6 ta, bu yerda 8 ta, jam bo'lib 14 ta. Bu tomonda vodorod bu yerda xolos 14 2 ga bo'lib 7 ta. Reaksiya tengligini bilish uchun kislorodni sanash kerak. Chap tomondagi koeffitsiyentlar yig'indisini toping. Chap tomondagi koeffitsiyentlar yig'indisi 8. Javob. D javob to'g'ri. 90-savol. Laboratoriya mashg'uloti bo'lgan. Kaliy permanganat temperaturada parchalanadi. Hosil bo'ladi kaliy manganat plus marganez 4 oksidi plus kislorod. Ushbu reaksiyani parchalanish reaksiyasi berilgan. Bu yerda hosil bo'ladigan oksid qaysi deyapti? Oksid bu marganez 4 oksidi bo'ladi. Javob savol to'g'ri. Demak, birinchi variantda ishlanishlari shunday bo'ladi. Yaxshilab daftarlaringga ko'chirib takrorlab olsalaring maqsadga muvofiq bo'ladi.